Bironta salon ochiqlik aytmaydi. Yo oliy to'lovni bekitadi, yo bosh to'lovni bekitadi, yo necha yilligini bekitadi. Menda mana hammasi ochiqcha sizga. Respublika bo'yicha eng xadavoy Cobalt avtomobillarni hammasini aytamiz. Oliy to'lov, bosh to'lov, necha bilan chiqishini hammasi ochiqcha sizga. MCM Style 2026 счет spravka bilan. Bez probeg, boshlanish to'lov 49 million to'laysizlar, 49 million. Oliy to'lov 3 million 367 mingdan 5 yilga sumovoy avtokredit, bitta pasport bilan 12 ta viloyatga. Bu 5 yilga. Xohlasanglar 3 yilga 48,5 million to'laysizlar, 48,5 million. 4 million 590 mingdan 3 yilga MCM Style 2026 olib ketasizlar. Endi Midnight obzor qilamiz. Ket. Midnight koja sideniya eng full bo'ladi. 2026 счет spravka bilan. Boshlanish to'lov 3 yilga $4150 to'laysizlar, 4 million 857 mingdan 3 yilga chiqadi. Agar 5 yilga olsanglar 4350 boshiga 3 million 560 mingdan 5 yilga mana shu Midnight koja sideniya olib ketasizlar. Mana sizlarga oliy to'lov, bosh to'lov hammasi ochiqcha sizga. Serial avto kelinglar, 12 ta viloyatga bitta pasport bilan. Hech qanaqa firma ochilmaydi. Bitta pasport bilan shu mashinani olib ketasizlar.